Astur emgekcan san'at xumar ili xalqi asrlar mobaynida mo'l naqshi boyliqini yaratdi. Bu naqshlar ilining o'zgacha tabiiy sharoiti, ili xalqining psixikasi, turmush odati ham tarixning inkosi. İli xalq naqshilari ahang jihatdan jarangliq, yiqimliq, mardonlik. Qurilma jihatdan yurishlashgan bo'lishdek alohidliklari bilan Uyg'ur xalq naqshillari ichida yuqori qimmatga ega. Uni san'atkorlarimiz avloddan avlodga davomlashtirib, uzluksiz deyitib va takomillashtirib bizgacha yetkazib keldi. Yangi jungo qurilgandan keyin ili xalq naqshillarida o'ziga xos uslub bilan partiyani, vatanni, xalqni, zamonni, inoq ittifoqni kuylaydigan nurg'un nodir tarkiblar borliqqa keldi. Ili xalq naqshillari texmi jo'sh urib taraqqiy qilib, yangi hayotiy kuchga to'lib toshdi. Har darajalik partiya va hukumatlarning izchil ko'ngil bo'lishi bilan ili xalq naqshillarini qizish, to'plash, ratlash, tadqiq qilish ishlarida zo'r natijalar qo'lga keldi. İli naqshillarining bayoni nomli DVD plastinkasiga ili xalq naqshillari bir qadar to'liq mujassamlangan bo'lib, bu plastinka ili xalq naqshillari va al-nag'machilariga tiklangan obida sifatida buningdan keyin ili xalq naqshillarini cho'nqur tadqiq qilishdagi qimmatlik material manbasi bo'lib qoldi. Partiya Markaziy komiteti sotsialistik inoq jamiyat barpo qilish, madaniyat ishlarini zo'r taraqqiy qildirish, zo'r gullantirishdek ulug' chaqiriqni o'ttirg'a qo'yib, har millat xalqining adabiyot san'at ishlarining taraqqiyotini texnik yaxshi fursatlarga ega qildi. Xalqimizning izil madaniyat meroslarini sistemalik qezib, ratlab ham tadqiq qilib, avlodlarga sog'lom yetkazish bizning tarixiy burchimiz. Bu qimmatlik ma'naviy boyliqlar sotsialistik ma'naviy madaniyat barpo qilishda, xalqimizning ma'naviy turmushini beyitishda o'zining ijobiy rolini texmi yaxshi joriy qildirib o'tsin. İli hayvatlik tog'lar, yop-yeshil idirlar, o'rkashlab turgan daryo iqlimlar, sarxil mevilik bog'lar bilan turkangan o'zgacha jo'grafiylik aloyidligi ega madaniyatlik go'zal yurt. Uzoq tarixiy davrlardan beri ota-bobolarimiz bu xosiyatlik ziminda yashab, mo'l naqshi musiqa madaniyatini yaratdi. Bugungi kunda biz bu madaniyat mazmunimizni beyitishga o'chmas tuhfalarni qo'shgan Mo'lla Goyit Aham, Karushan Axunum, Abla Dumba, Hasan Tanbur, Yusin Tanbur, Jamiya Aka, Ro'zi Tanbur, Roshidin Bey, Masum To'qin, Savutkan Bidik, Yezim Molla, Ro'zi Sabir, Jani Yo'ldoshev, Zikri Albatta, Abdüvelid Jarullah, Ablisxon Mahmud, Qurban Umar, Abdukim Abdullah, G'iyosiddin Barat qatorliq marhum ustozlarni hurmat bilan tilga olmay turolmaymiz. İli xalq naqshillarini ili Uyg'urlari o'zining uzoq tarixiy davrlardan buyangi hayot sarguzashtlari jarayonida yaratgan. Bu san'atga atrofdagi go'zal muhitning va bu yerda yashayotgan xalqlar xarakterining ro'shan tamg'isi bisilgan. İli xalqi o'z beshidan nurg'un kulfatlarni o'tkazib, talay tarixiy voqealarga shahid bo'lg'achqa, ajdodlarimiz bizga ashu ochiq o'tmishning badiiy kartinlaridan bo'lgan ko'plagan tarixiy naqshlarni miros qoldirib ketgan. Yillarning o'tishi bilan bu naqshlar ili xalq naqshilarining bir qismiga aylangan.
1800 yıldan 1864 yılgacha bo'lgan 60 necha yilda elda 30 ning o'shiq o'stang chepilgan edi. Bu o'stanglarni chepishning ig'ir mushaqqati asosan eldagi har millat dehqonlarining zimmasiga hashar bo'lib tushgan. Her yili minglab dehqonlar hasharga tutilib, o'stang amgiga haydaladi. Ana shu ig'ir hashar besimida tinolmay qolgan dehqonlar o'zlarining dardu piyonini o'stang naqshisi bilan izhor qiladi. Tarixda eli dehqonlari hukumatga topshiradigan g'alla-paroq oshliqini alvon yoki usul deb atagan edi. O'tmishning ashu qora kunlarida yilda-yilga ig'irlashayotgan alvon dasibin hisobsiz so'riqchiliklarni tatgan dehqonlar oxiri kelganda qozon qumush, ostiq solgan tegiz bechaklarini setib, alvonni tugatolmay har tarafga sarsam bo'lib ketgan. Alvan usul naqshisi ana shu kulfatlarning xotirasi bo'lib, xalqimiz orasida hozirgacha aytilib kelmoqda. Alvan solum tola kuyaydı sevmek işim yok ayar bu sol koymisam tiriklikte işim yok ayar
çarçağda sallarga Gizgini ayar Bu can din ötüp gitti ey zalimler Kılgini ayar Bu can din ötüp gitti zalimler Tarixda elida cho'ng kichik bo'lib 10 qal'a silingan bo'lib, qal'alarning atrofi egiz sepillar bilan qo'rshalgan edi. Bo'lib G'ulja, Suydun, Kura, Bayondoy qal'alarining sepil qurilishi 60-70 yil davomlashgan. Bu qal'alar bitkicha elida har millat dehqonlarining zimmasiga yer terib, o'stan chepib, g'alliparoq oshliqini topshirishdan boshqa yana sepil so'qishdek ig'ir amgakmi oshar bo'lib yuklangan. Sepil naqshisi ana shu tugumas kulfatlarning ochiq bayonidir.
İli daryosының har yili atiyoz yoz faslida bo'lib turadigan toshqini bir yillar kelganda cho'ng ko'ra tarafga urilib yiqib, ko'ra qal'asiga tahdid solgan edi. 1820 yildan boshlab cho'ng ko'rani toshqindan saqlashning jafoliq amgigi boshlanib ketdi. Mana bu tarixda xalqni jah to'yg'izgan Vanxulu alvini edi. Bu hasharga har yili minglab dehqonlar haydiladi. Ayni yillarda cho'ng ko'ra yinda daryoga qaritib selingan Vanxulu deb atilgan bir ravoq bo'lg'achqa, oddiy xalq bu alvangni shu ravoqning nomi bilan atagan. Vanxulu naqshisi ana shu o'tmishning guvochisidir. Yaz bulsa kılar gemkin cane Acni emey van kılonuma alvan cane Vanxılı'nın Allah'ı cane Bu haşağı baş bolğay Aşağı baş bolğay zalimlar Deryani suya tayasa cane Acni emey çoğun küren sokmay akşiye cane Akılsız nadan bekler Aşağı bir tüyey tosmakçı Akılsız nadan bekler Aşağı bir tüyey tosmakçı Ulug' Tayping Kengu inqilobining ta'siri bilan 1864 yili yilida dehqonlar qo'zg'oloni tortildi.
1871 yılı Çarusya Cahangirligi fursatdan foydalanib elini besib oldi. 1881 yılı Çarusya dairelerining mecburlaşı bilen eli dehqonlarning bir qismi uy makonlarini tashlab, yatsu tavasi ko'chib chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Ko'z naqshisi ana shu tarixiy fojialarning dalili bo'lib, hozirgacha xalq ichida aytilib kelmoqda. Özünün yoki o'zgalarning beshidan o'tgan ishlarni qo'shoq qilib to'qib, naqshi bilan bayon qilishni el xalq san'atidagi yana bir alohida hodisa deyishga bo'ladi. O'tmishdagi tangsizlik zulmga qarshi otlangan Nozigun, Sodir Palvon, Moyimxon, Ilohim Ko'kko'z, feodallik nikoh tuzimining qurboni bo'lgan Gülemxon, tug'ilib o'sgan yurtini ömür bo'yi unutolmagan Puchinxon qatorliqlar o'z kechirmishlarini o'zlari naqsh qilib aytgan yoki ularning sarguzashtlarini boshqalar naqshi qo'shiqlarga ketib el ichiga taratgan. Zamonlar o'tib bu naqshlarmi el xalq naqshlarining bir qismiga aylangan.
Sadir, o'tmish jamiyatda zulmga qarshi ko'tarilib chiqqan xalq qahramoni, xalq qo'shiqchisi. U 1864 yilda qo'zg'algan Dehqonlar qo'zg'olonining yetakchilaridan edi. Bayonday va cho'nko'rani ilish so'qishlarida ko'rsatgan tuhfasi va fam farosatlari uchun xalq uningga polvon deb nom bergan. Xalqimiz hozirgacha Sadir qo'shiqlarini naqsh qilib aytib, o'zining bu qahramonini yod etib kelmoqda. Satlık oğlum ay ay dada işi ay terli Ulu satlık oğlum ay ay dada işi ay terli Beş balamın içinde Kiçigide danıxane ekli Beş balamın içinde Kiçigide danıxane ekli Balamın içine bir penle nam okuydu Beş balamın içine bir penle nam okuydu Benim uydum da çapsa Kelimli kağı çıkıydı Benim uydum da çapsa Kelimli kağı çıkıydı
sanki sen gele ey ay ay senin sorar ey zaman ey Gülemxan vaqasi 1820-yilları İli Dərgası boyidagi Oyman Baytoqay yezisida yuz bergan. Feodallık nikah tüzümünün qurboni bo'lgan Gülemxan bir kambag'al dehqonning qizi bo'lib, u 15 yoshga kirganda Angi cho'loq Shangyoning ko'zi tushib, uni xotinlikqa olmoqchi bo'ladi. Gülemxan o'z erkinligi uchun kurash qilib, yaxshi ko'rgan yigiti bilan qichish jarayonida baxtsizlikka uchraydi. Acini evet, hakini evet, çay koyu kapalar, aynen haydini ayare. Deryanin hay ukadira ay hayaline yikti
atıla tuşan. Hayalime öldüktin atıla tuşan. Altın kahar dünyanın hayalime öldüktin anavat tuşan haydinime ayarım. Altın kahar kız yanine hayalime öylemi anavat başkan haydinime ayare Hacini akini diye anavat başkan haydinime ayare Soman Han öz zamanısının dаңlıq naqşçılarından bulup, arzuluq kızı Fuchun Han'dan ayrılıp qalğandan keyin, dаңlıq nəğmeci ayallarını Hekimbek hocalarının xas beği boğan Gülşen baqqı yığıp nəğmi qıldırıp köңlünü avutqan. Eytişlağı qarğanda, Jenim Xenim degan naqşını Soman Han kızı Fuchun Han'ni Qumulga uzatqanda judolik dərdiga aytqan ekan. Bu naqshini iri xalqi hozirgacha aytib kelmoqda.
Elofun Tilvoldi 19-asrning keyingi yarmida G'ulji shahrining Qozonchi mahallasida tug'ilgan. U ajoyib jarangliq ovozga ega naqshchi bo'lish bilan yana palvon odam edi. Shunga el ichida Elofun Ko'kko'z nomi bilan mashhur bo'lgan. Süleyman